Manipulyator bola ulg'aytirmoqchimisiz? Unda faqat uni iltimoslarini inkor qiling hamda faqatgina yig'i, janjaldan keyingina hamma xohishlarini bajo keltiring. Bo'ldimi? Bo'ldi, o'tir jimgina, multfilmni ko'rgindi. Bo'ldimi? Darding shumidi seni? Bo'ldi, qara o'tir, tomosha qilib o'tir. Faqat jim bo'lsang bo'ldi. Shunda farzandingiz biladiki, janjal orqali hamma o'zini xohishlariga erishishi mumkinligini. Qo'rqoq bola ulg'aytirmoqchimisiz? Unda har safar farzandingiz xato qilgan paytda uni qo'rqiting. Bo'ldi, jim bo'lgin. Hozir yiqilasan, tushasan, boshingni yorasan, keyin ko'rasan, muammo qilasan menga. Yuguramasdan o'tirib darsingni qilmaysanmi undan ko'ra? Shunda farzandingiz dunyo xavfli ekanligini va o'zi ojiz ekanligini tushunib, anglab katta bo'ladi. O'ziga past baho beradigan farzandni ulg'aytirmoqchimisiz? Unda doim farzandingizni boshqa bolalar bilan solishtiring. Ko'rmaysan, mana qo'shnilarning bolalari qanaqa yaxshi o'qiydi, sportga boradi. Ikkalang ham o'tirib, faqat kompyuter o'ynab, telefon o'ynab o'tirasizlar. O'shandan o'rgansang bo'ladi, qanaqa yaxshi o'qishni, besh olishni, olimpiadalarga borishni. O'shanda farzandingiz o'ziga ishonchi yo'qoladi va doim o'zini boshqalardan yomon va boshqalardan past va qo'ldan hech narsa kelmaydigan farzanddek his qilib ulg'ayadi. Mas'uliyatsiz farzandni o'stirmoqchimisiz? Unda bu oson. Farzandingizni bajarmagan ishlariga hech qanaqa tanbeh berish kerak emas, o'rgatish kerak emas va doim ularni orqasidan bajarmasa ham o'zingiz qilib qo'yavering. Hali ham ikkalang ham darsingni qilolmay o'tiribsanmi? Bitta narsani eplolmaysizlar, olib kel, men o'zim qilib beraman o'shani. Shuni ham erishib qilolmaganingdan keyin. Mana buni to'g'rilab qo'yasan, bo'ldi. Sen nima qilyapsan? Sen ham qilmading, olib kel, men qilib beraman uni ham. Shunda farzandingiz tushunadiki, agar u bu yumushlarni bajarmaydigan bo'lsa ham, baribir bu jarayon ketaveradi va ularni o'rniga siz bajarib qo'ya olasiz va juda ham oson bu vaziyatdan farzandingiz chiqib keta olishini va o'ziga yengilligini anglab oladi. Agar farzandingizni o'ziga ishongan, mas'uliyatli, kuchli qilib tarbiyalamoqchimisiz, unda uni fikrlarini eshiting va doim unga imkoniyat bering.